Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Hozir Trimo komodlarda Optim birinchi qo'ljoyiga kelganmiz. Hozir usta akamiz oldiga uchraymiz. Chiroyli holatda Optim narxlarda komplektlarni narxlar bilan tushuntirib o'tib ketadi. Aka, bu komplektimiz xuddi shu holatda narxi necha puldan bo'lyapti aka? 800 ming so'm aka. 800 ming so'm bo'ladi. Uning ichida vodiy bo'ylab dastavkasi ichida bo'ladi. Faqat yo Andijon bo'ylab dastavkasi bo'ladimi aka? Andijon bo'ylab vodiyga ham chiqaraveramiz. Kelishilgan holda dastavka qilib chiqaramiz aka. Xuddi shunaqangi bitta o'tiradigan stulchasi ham bo'ladi ekan aka. Buni har xil turda ranglari bor ekan. To'rtburchak fasonlari ham bor ekan. Shunaqami aka? Narxi o'zgaradimi, shunda o'zgarmaydimi aka? Narxi bulardiki boshqa. Bularimiz sal arzonroq 700 ming so'mdan qilib beramiz. Bularimiz 700 ming so'mdan. Bularimiz necha puldan aka? Bularimiz 750 ming so'm oyoq kiyim. Oyoq kiyim 750 ming so'm, ochilib yopiladi. Sifatlari a'lo darajada ishlangan ekan. Xohlasa pastda raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Usta akamizga aloqaga chiqasizlar. Chiroyli Optim narxlarda sizlarga qilib berishadigan. Xuddi shunaqangi neobычный ko'rinishda ishlanganlari ham bor ekan.